Assalomu alaykum hammaga. Xona harorati 22, ichkari 24 bar. Ko'chalarimiz katta bo'lishyapti. Xudo xolasa bugun 25-kun. Katta bo'lishyapti. Vitaminli, dorili suvlar berilyapti. Chikettiga qarshi qo'shimcha vitaminlar. Ikkinchi jo'jalarimiz Leggon nomli jo'jalarimiz. Bularga 18 kun bo'ldi. Bular ham katta bo'lishyapti. Bularda bitta yaxshi tomoni bor ekan, bular yem tanlamas ekan. Nimani bersangiz yeyverar ekan, qaytmaydigandan ekan bular. Katta bo'lishyapti. Xo'p, joyimiz haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Joyimiz 1.20 ga 60. Tagiga 1 ga 1 sitga qo'yganmiz. Axlat joyini, tushadigan joyini alohida qilganmiz. Endi oyoqlari toza turadi, o'zini axlatini yeb qo'ymaydi. Foydali tomonlari ko'p ekan. Yerga tushib ketgan, axlatga aralashib ketgan donlarni ham yemaydi.